Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sajid TV kanalidan Sodirjon sizlarga Imzo kompaniyasi sifatli ish romlar haqida ma'lumot berishni davom etamiz. Bu galgi ma'lumotimiz ming blogda juda ham zo'r joy. Video davomida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Agar sizlarga xuddi shunaqa sifatli romlar kerak bo'lsa, telefon ham qo'yib qo'yamiz, bog'lanadi. Savol qilib beramiz. Video ma'lumot berish boshlayman. Juda ko'pchilik savol berishadi. Mana bunaqa ochiq ayvon qilganmiz. Uka nima bilan yopsak bo'ladi? Biz bu yerda mijozimiz bilan maslahatlashganmiz. U kishi aytdilar, ikkita chekkaga eshik qo'yib bering dedilar. Men aytdim, "Okey, ikkita chekkaga eshik qo'ysak, bu yer koridor qora foydalana olmaysiz. Undan ikkita chekkaga rom qilib, o'rtaga eshik qilib beraylik" dedim. Bularga ochilish beraylik desam, "Yo'q, men panoramani xohlayman. Menga panorama qilib bering" dedilar. Bo'ldirib 3 ga bo'lib, 6000 seriya 3 kamerali profil, lapshalar bilan, ya'ni bir-biriga ulanadigan, tashqarisi 6, ichkarisi 4 oyna qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, eshigimizga termo 78 3 kameralik, bunda ham 6 ga 4 oynalar. Energiya tejovchi oyna juda ham zo'r, ya'niki bu tomon panorama bo'lsa, ichkariga kondisioner qo'yaman. Mana bu yerda Lexan bilan yopaman dedilar. Shunda uni quyosh tushmaydi, ichkari yorug' bo'ladi dedilar. 1 kvadrat metr bugungi kunda 110, 120 dollardan boshlanib 140 dollargacha chiqadi. Panoramnikda sababi oynalar kolonni, oltili shuni hisobiga narx o'ynaydi. Termo 78 dan esa 1 kvadrat metr 250-260 dollardan 300 dollargacha chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, bunda o'saytirishayotganmiz, ya'ni eshik katta, doimo ochilib qoladi. O'saytir juda ko'rishingiz mumkin, qalin bo'ladi. Hozir naklgan ko'chirma sababi endi o'rnadi, hozir pena hali qotmadi. Ikkita chekkada profil, o'rtada o'saytir. Eshigimiz eni esa 170, ikkita qanotlik, petlar to'rttadan xona ichkarisiga ochilish. Juda ham ideal holatda. Bu tomonda esa 6000 interyodan 3 ga bo'lib ikkita chekka ochilish, o'rtasi katta panorama bo'lgan. Bunda ham o'shanaqa divan mexanizmi bor. Bu tomonda esa ko'cha tomonda ikkita, qo'l tomonda ikkita, bitta chapga, bitta o'ngga. Eshigimiz termo 78, ko'rishingiz mumkin. Hozir buni xona ichkarisida ko'rsatishga harakat qilaman. Mana hozir xonacha kirib oldik. Ishonsanglar, mana shu yer hozir juda salqin turibdi. Nimagaki energiya oyna xona ichkarisidagi havoni mo'tadilligini ushlaydi. Tashqaridagi issiqlik xona ichkarisiga kirgizmaydi. Qaranglar, katta panoramali uy bitgandan keyin juda ham chiroyli. Mana eshigimiz vitraj katta, ochilish-yopilish qanaqa? Petlarimiz to'rttadan italyanskiy. Mana birinchi petla, ikkinchi petla, uchinchi va to'rtinchi petla. Qaranglar, ochilish-yopilish 78 mana. Ochishini mana. Ko'ryapsizmi, qanaqa yumshoq? Quplanish mexanizmi tepaga qilinadi, quplanadi. Ruchka mexanizmi bilan ko'rishingiz mumkin. Stuplen kompaniyasi ruchka mexanizmlari. Termo 78 juda ham qalin. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Ochilish-yopilishi haqiqiy Mers JLS bor-ku, o'shanaqa. Bu tomondagi mana romlar panoramli bo'lgan. Endi bu tomondagi 6000 seriya rom bilan ko'rishingiz mumkin ochilishi. Bu hozir bir tomon yonga ochilish, bekilishi, bu tomon esa hozir kabel unda divanoy mexanizmi ham bor. Divanoy ko'ryapsizlar. Kabel o'tgan, podokонniklarimiz idealni. Xo'p, 1 kvadrat metrni aytib o'tgandim, 120 dollardan hisoblasanglar bo'ladi. Ochilish ikkita bo'lsa yana qimmatlashi mumkin, bitta bo'lsa 110, 120. Termo 78 250, 260 dan 300 dollargacha. Nariga tomondagilar 120 dollardan hisoblasa bo'ladi. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa sifatli ish rom kerak bo'lsa, bog'lansanglar, chiroyli qilib beramiz. Mana tomon bitgandan keyin mana bu uголок qo'yib bemalol foydalansa bo'ladi. Nimaga aytib o'tketyapman? Biz o'lchagan borganimizda sizlarga maslahat ham beramiz. Okey, bu tomonga eshik qiling, bu tomonga rom qiling deb. Mana shunday holatda. Xonachaga kirdik. Xonachadan termo 78 ochilish yopilish bir qanotligi mana. 78 qanaqa qalin. Xona ichkarisiga ochilishda ham tashqari avalni ko'rinadi. Yopilishiga e'tibor qiling. Bitta qo'lda, bitta barmoqda. Tepaga quplanadi. Pastga ochiladi. Quplanish mexanizmini ko'rishingiz mumkin. Idealni. Bu tomonda mana tayyor podokонникlar bilan idealni mana o'rnagan. Ochilish yopilishini ko'ramiz. Rotulux ruchka, Fornax mexanizm, Divanoyda. Divanoy ishlatamiz. Bekitamiz. Podokонникlar imzo, original. Xuddi bitta chap bitta bu tomonda bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa. Ochilish yopilishiga e'tibor qiling. Divanoy. Podokонник qoshlari. Bu tomonda ham mana xuddi shunaqa. Mana ochilishi. 6000 seriya 6000 intervyu ishlar idealni. Xudo xolisa bekitgandan keyin ko'chadagi shovq umuman kirmaydi. Shu bilan ishimiz yakunlandi. Xudo xolisa sifatli ish romlar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Telefonlarimiz ishlab turibdi.